Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hal yastawiyan. Bu ikkisi barobar bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizni bugun 22-si. 22-dars rostgo'ylik va yolg'onchilik. Insondagi eng go'zal sifatlardan rostgo'ylik. Undagi eng qabih, razil sifatlardan yolg'onchilik, kazzoblik. Iymon u rostgo'ylikka bog'liq. Endi kufr esa yolg'onchilikka. Nifoq ham yolg'onchilikka boradi. Iymonning asli ochiqlik, rostgo'ylik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqning belgilarini sanab o'tganlarida birinchisi aytganlar: "Iza hadasa kadaba." Gapirsa yolg'on gapiradi. Bu munofiqlarning alomati. Mo'minlar doim rostgo'y bo'ladi. Mo'min odam baxillik qilib qo'yishi mumkin, qo'rqoqlik qilib qo'yishi mumkin. Bu narsalar tabiatida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sifatlar kishini mo'minlikdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan edi: "Mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi?" Baxil bo'lishi mumkin. Qo'rqoq bo'lishi mumkin. Qo'rqoq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu ikkala sifat razil sifat, lekin iymondan chiqarib olmaydi. Ayakunu mu'minu kazzaban. Mo'min yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berdilar. Payg'ambarimiz aytganlar: "Mo'min har qanday sifat bilan sifatlanishi mumkin. Tabiatida har qanday yomon sifat bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina ikkita sifat mo'minda bo'lmaydi hech qachon. Al-kidb val xiyana. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik. Bu ikkala sifat hargiz mo'minda tabiatida bo'lmaydi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni rostgo'ylikka undarkanlar aytadilar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis: "Alaykum bis-sidq, fa inna-s-sidqa yahdi ilal bir, va innal-birra yahdi ilal janna." Rostgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Albatta rostgo'ylik faqat yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik esa jannatga yetaklaydi. Rostgo'ymi? Demak bu odamda xayriyat bor. Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz. Odamlar bilan va o'zimiz bilan o'zimiz qiladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz kerak. Rostgo'ylikning avvali xayriyat, oxiri albatta jannat. Va ma yazalu ar-rajulu yasduqu va yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallohi siddiqan. Rasululloh aytadilar, bir kishi rostgo'y bo'ladi, rost gapiradi. Rostgo'yligida davomiy bo'ladi, duo etib boraveradi rostgo'yligida. Alloh taoloning huzurida siddiqlardan deb yozib qo'yiladi. Naqadar go'zal, birodarlar. Robbingiz huzuringizda sizni siddiq deb chaqirishligi. Alloh taoloning huzurida bandalarning sifati bor. Falonchi namozxon, falonchi bir ihsonlik, qo'l ochiq inson, falonchi yana bir yaxshi sifat. Endi siddiq degan laqabni olishingiz qanday zo'r narsa bo'ladi? Alloh taoloning huzurida. Va iyyakum val kadib. Payg'ambarimiz aytdilar, yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Yolg'onchilik faqat fujur, gunohga yetaklaydi. Va innal fujura yahdi ilan nar. Gunohlar jahannamga yetaklaydi. Qarang, yolg'onchi odam gunohlarga ketadi, gunoh jahannamga boradi. Demak, yolg'onchilik qayerga borar ekan? Yolg'onchilik har qanday zamonda, har qanday makonda, har qanday xalq orasida eng razil, yomon deb odamlar tomonidan tan olingan. Va ma yazalu ar-rajulu yakzibu va yataharra al-kizba hatta yuktaba indallohi kazzaban. Endi bir kishi xuddi sekin rostgo'y bo'lib, siddiq bo'lib ketganidek, sekin yolg'on gapirib kazzob bo'lib ketadi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'ladi, hatto Alloh taoloning dargohida kazzob deb yozilib qoladi. Va naqadar achinarli oqibat. Allohning huzurida siddiq deb nomlanishlik, Allohning huzurida kazzob deb nomlanishlik, bu ikkisi hargiz barobar bo'lmaydi. Yolg'onchilik nima o'zi? Yolg'onchilik o'zi nima? Aytayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Ya'ni yomg'ir yog'yapti dedingiz, o'zi yog'mayapti. Voqelik boshqacha, siz gapingiz boshqacha. Shu yolg'onchilik deyiladi. Choy ichib olasizlarmi? Yo'q, choy ichib keldik. Choy ichib keldingizmi rostdan? Yo'q, demak siz yolg'onchisiz.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kichkinagina qizchalar ketishuvdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida sut turgan edi. Sutdan ichinglar dedi, haligi qizchalar hayo qilishib, Rasulullohga bir haybati bosib, "Ya Rasululloh, ichkimiz kelmayapti" deydi. Shunda payg'ambarimiz qarab turib, "Yolg'onchilik bilan ochlikni jamlamanglar bir qilib" dedilar. Hali ko'ngil uchun aytib qo'yamiz, mana qilamiz, "Ya biz hozir qonimiz to'q." Yolg'on. Yolg'on. Yolg'onchilik bilan ochlikni jamlamanglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, yolg'onchilik nima ekan? Gapirayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Birodalar, gunohkor odam doim yolg'on gapiradi. Qarang, o'g'irlik qilgan odam albatta yolg'on gapirish kerak. Qarangda, qaysi gunoh qilayotgan bo'lmasin, fosiq, fojir odam albatta yolg'on gapiradi. Yoki men sizga Xitoydan narsasini koreyskida o'tkazyapman demaydi-da. Kishi rostgo'y bo'lar ekan, demak doim xayriyatda usta bo'ladi. Uni rostgo'yligi gunoh qilishlikdan to'sib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh aytibdilar, rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylik faqat yaxshilik olib keladi. Yaxshilik jannatga olib boradi. Endi kazzoblikchi buni g'irt aksi bo'ladi. Tabuk g'azotiga chiqishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni shijoatlantirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning eng oxirgisi Rum degan mamlakatga qarshi. O'sha paytdagi eng qudratli mamlakat dunyoda Rum edi. Masofa uzoq, borish kerak Tabukka. Kun issiq, meva-chevalar pishgan, odamlar endi xurmolarni yig'ishlik arafasida turganida ochiq buyruq keldi. Tabukka borishlik kerak. Shunda imkoni bor odamlar hammasi chiqdi. Munofiqlar Rasulullohga yolg'on bahonalarda aytishib, uzrlarni aytib qolishdi. Endi mana shu musulmonlarning ichidan munofiq bo'lmagan, iymonida sobit bo'lgan kishilardan 3 kishi ham Rasululloh bilan birga chiqmadi. Rasululloh qaytib kelganlaridan keyin munofiqlar kelib, "Ya Rasululloh, uyimiz orqa tomon ochiq edi. Ya Rasululloh, sharoitim yo'q edi. Meni borgani ular." Xullas, yolg'on bahonalar bilan payg'ambarimizdan uzr so'rashdi va haqlariga istig'for aytishini so'rashdi. Payg'ambarimiz uzrlarini qabul qilib, haqqiga istig'for aytib qo'ydilar. Endi ana 3 kishi keldi. Ular Ka'b ibn Malik, Maror ibn Robi'a, Hilol ibn Umayya. Uchalasi keldida Ka'b ibn Malik aytadi, Rasululloh menga shunday qaradilarda, "Ha, siz nimaga qoldingiz?" dedilar. "Ma xilafak." Mana shu yerda yolg'on gapirib qo'ysa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'pti deb qo'yib yuboradi. "Ya Rasululloh, meni hech qanaqa uzrim yo'q" dedi. Nafsi zaifligi yalqoqlik dedi. Yana 2 kishi, yosh kattaroq bo'lgan bu 2 kishi ham shu gapni aytishdi. Uyiga qaytib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm qildilar, hech kim gaplashmasin bu uchala kishi bilan. Amma hada faqat sadiq dedi Rasululloh. Bu dedi, to'g'risini aytdi dedilar. Ya'ni bu degani avvalgi bari uzr so'raganlari nima edi? Yolg'onchi edi. Uydagilar malomat qilishdi. Ka'b ibn Malikning qarindoshlari, hamma odamlar uzr aytdi, Rasululloh qabul qildi. Nimaga aytib qo'ymading dedi? Men yolg'on gapirmayman dedi. Mendan boshqa odam ham shu gapni gapirdimi? Ha, Hilol ibn Umayya, Maror ibn Robiya shu gapni gapirdi. Ularning ahvoli nima bo'lsa, meniki ham ahvolim shu bo'ladi dedi. 50 kun davom etdi odamlarning gapirmasligi. Hatto keyin buyruq bo'ldi, ayoli o'zining oilasiga borib turish kerak. Hatto ayoli ham uyda ozgina xizmatini qilib turgan edi. Hatto ayoli ham gapirmayotdi. Endi ayolini payg'ambarimiz uyiga ketishligini buyurdi. Oqibati nima bo'ldi? Birodarlar, bitta yolg'onini, bitta zaifligini, o'zini nafsini yenga olmaganligini yolg'on gapirib yopib qo'yishi mumkin edi, lekin bular rost gapirishdi. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik insonni najotga yetkazadi. Keyin Alloh taolo ularning tavbalarini qabul qilganligi haqida oyatlar nozil qildi. Alloh ularni kechirdi. So'ngra aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va kunu ma'as-sodiqin." Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va sodiq, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Hamma gapiryapti-da, yolg'onni. Hamma qilyapti-da, tarozdan urishdi. Hamma qilyapti-da, sutga suv qo'shiladi. Atrofingizdagilar bari o'shanaqa bo'lsa, siz ham o'shalardan yuqtirasiz. Alloh taolo buyuryapti: "Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va rostgo'ylar bilan bo'linglar." Atrofingizdagilarning rostgo'yligini ko'rganingizda bu yuqadi sizga. Xuddi yolg'onchilik undan nima bo'lgandek, yuqqanidek. Sinig'idan boshqasi ularni avf qilinishiga rostgo'yligi sabab bo'ldi.
Mana endi qarang, hozirgi kunda qarasangiz, ayrim kofirlar, g'ayri dinlar rostgo'ylikni shunday o'zlariga prinsip qilib ushlaganki, o'zini zarariga bo'lsa ham to'g'ri gapiradi. Dunyoviy hurmat e'tibori, reputatsiyasi ketib qolmasligi uchun zarar bo'lsa ham to'g'risini gapiradi. Qo'yili tovarni ajratib turib, mononsi 8 so'mdan, mononsi 10 so'm dedi, qara kofir bo'lsa ham deb turib, rost ish tutsa, biz uje hayron bo'ladigan bo'lib ketganmiz aqllarimiz. To'g'rimi? Juda oson bo'lib ketgan tilimizga yolg'on. Aka, zararga beryapman deydi. Aka, o'zi shunaqa kelgan deydi. Hech o'ylanmasdan chiqadi tilingizdan. Ya'ni shu narxga kelgan o'zi zararga beryapman degan narxingizdan keyin yana tushirib berasiz. Mana G'arbda shunaqa bir dasturlar, programmalar bor. Chet tilini biror bir tilni o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha G'arbda shu tilni egalari bo'lgan bir oilaga tilni o'rganayotgan bola, yigitmidi, qizmidi joylab qo'yadi. 1 oymi, 2 oymi yashaydi, shu til egalari bilan birga yashab, muloqot qilib tilni o'rganadi. Arabistonlik bir yigit ana shu G'arbga boradi-da, ularni tilni o'rganishlik uchun bir oilaga uni ham shu boyagandek biriktirib qo'yishadi. Haligi g'ayridin kishi ayoli bilan bir yoqqa ketishlikdan avval haligi musulmon yigitga aytdiki, biz dedi falon joyga ketyapmiz ayolim bilan, men kichkina qizim bilan o'tirib tura olasanmi? Ha, mayli o'tirib turaman. Ular ketishdi. Haligi musulmon yigit qoldi, kichkinagina qizcha. Oshxonasida yugurib bir vazani sindirib qo'ydi. Bari rosa yig'ladi haligi bir 4 ga yoki 5 ga kirgan qizcha. Yig'ladi. Nima yig'layapsan? Sindirib qo'ydim, onamga nima deyman? Ha, yig'lama. Onang kim sindirdi deb so'rasa, meni sindirdi deb qo'y dedi. Men yangisini olib beraman, mushkula hal bo'ladi dedi. Rozi bo'ldi. Kechki payt otayna keldi, g'ayridin. Qarasa vazi siniq. Kim sindirdi deb qizidan so'radi. Mana akam sindirdi dedi. Men uni olib beraman dedi, shu bilan mushkula hal bo'ldi. Kechki paytga borib, haligi 5-6 yashar qiz yig'ladi. Tabiati ko'tarmadi yolg'on gapirganligini. Chunki ota-onasidan faqat rostgo'ylikni o'rganganida g'ayridin bo'lsa ham, ota-onasi unga yolg'on gapirmagan edi. Yolg'onni kasb qilib ulgurmagan edi bu murg'ay qalb. Yig'laverdi. Onasi nimaga yig'layapsan deb so'raganida, men bir narsani yolg'on gapirib qo'ydim. Shuni tan olishim kerak dedi. Nima bo'ldi? Va'zani ona bola emas, men sindiruvdim dedi. Bu qizchaning otasi keldida haligi musulmon yigitga, sen bizni uyimizga kelib yashaganlarning ichida axloqing eng zo'ri eding. Lekin seni hozirgi qilgan ishingni kechirib bo'lmaydi. Men qizimni rostgo'ylik ustida tarbiya qilyotgandim. Sen unga yolg'onchilikni o'rgatibsan. Endi biz uyimizni bo'shatib qo'y, boshqa uy qidir dedi. Rostgo'ylikni ham, yolg'onchilikni ham qayerdan o'rganar ekan birodarlar? Siz bilan bizdan. Yo'q deb qo'y deymiz-ku. Alloh taoloning payg'ambarlari, anbiyolari rostgo'y edi. Hammasi. Ismoil alayhisalomni Alloh taolo maqtab, innahu kana sodiqal va'di. Dar haqiqat u va'dasi rost edi dedi. Idris alayhisalom maqtab, innahu kana siddiqon nabiyya. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng rostgo'y kishi bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Qurayshlar nima deb laqablashar edi? As-sodiqul amin. Hech qachon Rasululloh yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon. Rasulullohchi hazillashsa ham rost gapirib hazillashardilar. Men jannatga kiramanmi dedi bir qari kampir. Yo'q, siz jannatga kirmaysiz dedi. Yig'lab ketdi. Dili vayron bo'ldi, chaqirib kelinglar. Kampir holda kirmaysiz dedi. Xursand bo'lib ketdi. Hazillarimizni necha foiz yolg'on bizni? Abdul Qodir Jiloniy solih, obid kishilardan edi. Yosh ekan, karvondagilar bilan bir safarda ketayotganida qaroqchilar to'sib, hammasini tintuv qilib, qancha puling bor, po'posa qilib pulini olishni boshladi. Qaroqchilardan bittasi keldi, hali yosh yigitchaga "Nech puling bor?" dedi, 40 dinor dedi. Haligi yosh bolada buncha pul nima qiladi deb ishonmadi-da, o'tib ketaverdi. Yana bittasi keldi. "Qancha puling bor?" dedi. 40 dinor dedi. "Meni masxara qilyapsanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Yetalab boshlig'ini oldiga olib bordi. "Mana u 40 dinorim bor" deyapti dedi. Boshliq so'radi, qaroqchilarning boshlig'i. "Qancha puling bor?" "40 dinor pulim bor." Chiqardi. Rost gapirganligini ko'rib turib, "Nimaga bunday qilding?"
onamga hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berganman dedi. Va'dam ustida turaman dedi. Qaroqchilarning boshlig'i, birodarlar, mana shu bolani qilgan ishidan hayo qilib, uyalib, hammasini qo'yib yubordi. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik, birodarlar, najotga yetkazadi. Lekin yolg'onchilik esa, qarangda, yolg'onchi odam bitta yolg'onni gapiradi, endi shu yolg'onni ochilib qolmasligi uchun yana bitta yolg'on gapiradi. Shu bilan ketaveradi. Shu bilan ketaveradi. Bandani Parvardigorini huzuriga ko'tarib olib boradigan eng yaxshi narsasi rostgo'ylik. Bandani Parvardigorining huzuriga ko'tarib boradigan eng yomon narsasi yolg'onchilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisga Isro va Miroj voqeasi, mana sirat darslaridan o'tganmiz bilasizlar. Bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganligini Qurayshga aytdilar. Quraysh ishonmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana endi sen yolg'onchi bo'lding deb yolg'onchiligiga o'zlaricha bir hujjat topishgan bo'ldi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam isbotlab berdiki, ular Baytul Maqdisni, Masjidul Aqsoni sifatlab ber deganlarida qayetini so'rasa Alloh taolo ko'rsatib turaverdi, aytib berdi. Rostgo'yligi ma'lum bo'ldi. Yana qarab turing, Abu Bakr Siddiq Rasulullohga shunaqa ishongan, shunaqa tasdiqlagan kishi bo'lganki, hatto ayrim musulmonlarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bu gapida ikkilanib qolishdi. Abu Bakrga borib, "Ey Abu Bakr, Rasululloh falon deyaptilar. Bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganmiz. 2 oy kerak bo'ladi bizga. Nima deysiz?" deyishganida Abu Bakr Siddiq gapini qarang. Agar Rasululloh shu gapni aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdilar. Va mana shu kunda Abu Bakr As-Siddiq degan laqabni oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rostgo'yligiga zarracha shubha qilmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida ikkita farishta yetalab olib ketdi. Qabrda azoblanayotgan ayrim kishilarning holatini ko'rsatishdi. Bir odam yerda yotar edi. Shalqamchi yotgan. Yonboshida yana bir odam bor, qo'lida temirdan bo'lgan sixi bor. Haligi yerda yotgan odamni yonboshlatib turib, og'ziga tiqib, yirtib qulog'igacha olib boradi. Yana sixni chiqarib turib, ko'ziga tiqib turib, yonboshgacha yirtadi. So'ngra ikkinchi yonboshiga yonboshlatadi. Xuddi shu ishni chop tomonida takrorlaydi. Avval og'zini yirtib qulog'igacha olib boradi, keyin ko'ziga tiqib, ko'zini yirtib yonboshigacha olib boradi. Ikkinchi tomonini yirtib azolab olib borguncha birinchi tomon bitib qoladi, bu tomonni yotkazib shu ishni takrorlaydi. Farishtalardan so'radi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Bu kim? Bu nima sababdan bunday bo'ldi?" Qiyomatgacha shu azobni ko'radi. Bu shunday bir yolg'onchiki, yolg'onni gapirib, yolg'on bilan ufqni to'ldirgan edi. Mana shu joyini ozgina gaplashamiz. Yolg'onchi edi. Shuyla emas, ufqni to'ldirardi. Nima degani? Avvalgi zamonlarda bir odam bir majlisda bitta yolg'on gapni gapirsa, shu majlisda tugar edi. Ja bo'lsa bitta ikkita odam eshitadi, ertasi kuni yo'q bo'ladi. Ammo hozirgi kunda qo'limizdagi telefon apparatlarimiz bilan bizga bitta yolg'on xabar kelsa, siz uni to'g'ri, noto'g'riligini bilmaysiz. Sizga keldi, siz ham 70 ta odam bor gruppangizga bitta jo'natasiz. U 70 taning 70 ta odam bor tarqatdingiz. Ufq to'ldimi? Sizni tekshirmasdan yolg'on gapni tarqatganingiz butun ufqni to'ldirib tashladi. Dunyoda narigi burchagiga ham bordi. Sizga kerakmi shu xabarda tarqatishlik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishi eshitganki gapini ko'tarib yuraverishligi yolg'onchi ekanligi yetarli dalil. Qaytarib aytaman, kishi eshitganki gapini yetkazayotganligi tekshirib-tekshirmasdan ko'tarib yurganligi yolg'onchiligiga dalil. Qo'linglardagi narsaga yaxshi xabar ham keladi. Yomon xabar ham keladi. Tarqataverasizlar-da. Nimaga shu bekarga o'ylab ko'rganmisizlar? Prilajeni o'zi ham bekarga, uni ishlatish ham bekarga. Nimaga o'ylab ko'rganmisizlar? Nimaga somordagi osh bekarga emas? Nimaga hamma yo'q pulligi, nimaga bular bepul? Musulmonlar o'rtasida fahsh munkarni yoshlikka juda ham yaxshi asbob. Ha, yaxshilikka ishlatsa ham bor, lekin yomonlikka ko'proq ishlayapti. Chunki yolg'on chiqib tashayotgan narsalardan bittasi mana shu qo'limizdagi telefon bo'ladi. Demak, birodarlar, bitta yolg'on gapni eshitadi, yana tarqatadi, shu bilan ufqni to'ldiradi. Endi telekompaniyalarchi? Yangilik tarqatadigan telekompaniyalar.
Yolg'on xabarni tarqatganda ular ham ufqni yolg'onga to'ldirmayaptimi? Endi ikkinchi, siz yolg'onni tarqatib bo'lganingizdan keyin noto'g'ri edi bu, adashibmiz deb turib, keyin bu xabar yolg'on ekan deb keyin xabar tarqatsangiz ham endi kech yo'lda. Odamlar falonchini mana bunday ekan deb o'ylab bo'ldi o'sha. To'g'rimi? Umrining oxirigacha oqlanmay o'tib ketadi. Siz tarqatgan yolg'on tufayli. Eng katta yolg'on Alloh azza va jallaga qilingan yolg'on. Va yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala Allohi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Eng katta yolg'on Allohning sha'niga yolg'on gapirishlik. Qiyomat kunida Alloh sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarning yuzlari qora holda ko'rursiz. Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? Eng katta yolg'on Allohning sha'niga yolg'on gapirishlik. Undan keyingi katta yolg'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sha'niga yolg'on gapirishlik. Rasululloh aytganlar: "La takzibu alayya." Meni sha'nimga yolg'on gapirmanglar. Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim meni gapirmagan gapimni payg'ambar gapirdi deb gapirsa, meni sha'nimga yolg'on gapirsa, jahannamning to'risidan joyini tanlab olsin. Aniq bilmaysizmi? Payg'ambarimiz aytdi demang. Illo jahannamning to'risidan yolg'onchilar qatoridan joyingizni tanlab olasiz. Seni shubhalantirgan narsani qo'yginda shubhasiz olgin. Rostgo'ylik, xotirjamlik olib keladi. Yolg'on insonni xavotirga solib qo'yadi. Rost gapirgan bo'lsangiz qo'rqmaysiz, ikkilanmaysiz, ammo yolg'on aralashtirib qo'ygan bo'lsangiz, ikkilanasiz, qalbingiz iztirobga tushadi. Shuning uchun birodarlar, telefonga kelgan hamma narsani tarqatavermaylik. Shubhali narsadan uzoq bo'laylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rostgo'y odam bo'lganlar. Va sahobalarni ham rostgo'ylikda tarbiyalaganlar. Farzandlarimizni tarbiyasida ularni rostgo'y bo'lishiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida bir ayol bolasini ovutish uchun xurmo beraman dedi. Ya'ni yig'lama, xurmo beraman. Uyga borsang xurmo beraman. Bir fe'lini qilmasligi uchun bo'lsa kerak. Rasululloh qarab turib, "Rostdan berasizmi? Rostdan xurmo bormi?" dedilar. Haligi ayol ha dedi. Agar shu aytgan xurmoni bermasangiz, Alloh taoloning huzurida siz uchun bitta yolg'on yozib qo'yilgan bo'lar dedi. Ana bobo kelyapti. Ana bobo kelyapti. Yo'q. Yolg'onni enasidan ko'ra o'rganyapti. Shuning uchun birodarlar, rostgo'ylik va kazzoblik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni rostgo'y, siddiq bandalardan bo'lishini tavfiqini bergan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Hal yastawiyan. Bu ikkisi barobar bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizning bugun 23-si. Bugungi darsimiz oliy himmatlik va himmatsizlik. Himmat deganda nimani tushunamiz biz? Oliy himmat odam desa nimani tushunamiz biz? Faqat saxovatni tushunamiz. Yo'q, biz u saxovatni aytmoqchi emasmiz. U darsimizni saxovat va baxillikda o'tib bo'ldik. Biz aytayotgan oliy himmat bo'lishlik kishi yuksakligiga intilishi. Oliy himmat bo'lish inson o'zini oldiga maqsadlarni eng oliysini qo'yishi. Oliy himmat bo'lish ana shu oliy maqsadiga yetishlikka bo'lgan yo'lda suskashlik qilmaslik. Oliy himmat deganda shuni tushunamiz endi. Oldiga katta maqsadni qo'yish, shunga intilish va suskashlik qilmaslik. Eng oliy himmat musulmon kim? Allohning roziligini eng katta maqsad qilib qo'ygan odam. Kofir shunchi, shu dunyoda yashashlikda eng oliy maqsad qilib qo'ygan odam. Robiyat ibn Ka'b Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'animalarni tarqatayotganlarida unga ham nasiba tegdi. Ya Rasululloh, bu nima dedi? Ya Rasululloh, men bu narsa uchun iymon keltirmadim sizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan so'radi. Nimani istaysan? Nimani xohlaysan? Murofaqatuka fil jannah. Siz bilan jannatda birga bo'lishing dedi. Duo qiling, ishlaringiz tushib ketsin, duo qiling, qarzlardan qutulay, duo qiling, bolalarim yaxshi bo'lsin. Bu dunyoda o'zining narsasini so'ramayapti. Chunki har qancha uzoq yashamasin, baribir kun ketishligi bor. Haqiqiy narsani so'rayapti. Ana oliy himmat. Jannatga kirib ham to'g'ri-to'g'ri kirishlik emas, sizni yoningizda turishingni so'rayman. Odamlarning himmatlari turli bo'ladi. Masalan, talabalarda oladigan bo'lsangiz, kimdir himmati oliy bo'ladi, o'zini sinfida a'lochi bo'lishligi bilan kifoyalanmaydi. Butun o'sha bir jomiyasida yoki madrasasida yoki maktabida birinchi bo'lishni xohlaydi. Faqat diplom olishlik uchun o'qimaydi. Diplomda ham qizilini olishlikni xohlaydi. Hamma baholarni 5 bo'lishini xohlaydi. Yana bir shunday bir talab ilmlar bor, taliblar himmatsiz. Shu eplab kunini o'tkazib olsa bo'ldi.
Eplab bir 3 olsa-yu, ekzamindan bir bola qo'lini maqsa, o'tib qo'liga diplom olsa bo'ldi. U ham talib, bu ham talib. Bunisi oliy himmat, ikkinchisi himmatsiz. Birodarlar, oliy himmat inson maqsad qilgan amalini qila olmasa ham ajrni olaveradi. Masalan, nima deymiz? Bugun falon ishlarni qilaman dedi, ulgiyman hammasiga deb harakat qildi, olib qoldi. Qila olmadi, lekin ajrni olaveradi. Nima uchun? Himmati oliy edi. Qasd qilgan edi shuni, sidqidildan qilishlikni niyat qilgan edi, lekin Allohning taqdiri bilan qila olmadi. Demak, niyati baland edi, himmati oliy edi, qilmasa ham ajrga ega bo'laverdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybar g'azotida g'animalarni tarqatar ekan, bir arobiy kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdilar. Rasululloh unga ham o'ljani berdi. Haligi arobiy, "Ya Rasululloh, men bu narsa uchun iymon keltirmadim sizga. Bu narsa uchun sizga ergashganim yo'q" dedi. "Ha, nima deb ergashding menga?" "Mana shu joyimga" deb kekirtagini ko'rsatdi. "Kamon o'qi saylib, jangda o'lib, shahid bo'lib jannatga kirishlik uchun iymon keltirdim sizga" dedi. Ertasi kungi jangda uni olib kelishdi. Haqiqatan o'sha jangda u kishi qatl qilindi. Ko'rsatgan joyiga kamonni o'qi saylib shahid bo'lgan edi. Rasululloh aytdilar: "Sadaqalloh va sadaqahulloh." Ya'ni Allohga bo'lgan va'dasida sodiq edi, Alloh uni niyati yetkazdi. Ana oliy himmatlik. Bir kishi zamonamizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi: "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganingizga xabarni beramiz, e-mailingizni bering bizga" dedi. E-mail pochta. Endi men kattalarga aytayapman, e-mailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi: "Meni e-mailim yo'q" dedi. Shu zamonda, shu asrda yashab turib e-mailingiz yo'qmi sizda dedi. G'arb endi bu. "Ha, yo'q" dedi. "Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz" dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. "Bo'ldi endi men bu yana shu ekan men. Farroshlikka ham yaramayman ekan." Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi, bozorga borib turib bir korobka pomidorni $10 sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. Shu $2 ga ishlaymanmi endi? Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab turaver kuniga 200 so'mdan. Alloh u yo'g'iga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" deydi. To'g'rimi? U sirazim kuniga $100 dan ishlash topish kerak yo'q. Mana Rossiyaga jo'natib pul jo'natib doraslar-ku bolalaringlarda. O'sha yoqqa borib ularni olib ishlatayotgan, haligi robotodatillar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Buradan ke pul jo'nat. Oqsoqol, amma hunar bilan jo'natuvdingizmi? Yo'q. Til bilanmidi? Yo'q, puli. Mana qilib turing. Eshitdilar ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. O'sha $2 ga qanoatlandi-da, ertasi kuni borib 2 korobka sotib oldi. Yugurdi, sotdi. 2 korobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xullas shu ish bilan rosmona shug'ullandi. Bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi, endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushirib olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gap tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, e-mailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i e-maili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektron pochtasi. Dedi haligi odam, "Meni e-mailim yo'q" dedi. E-mailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? E-mailingiz bo'lganda nima bo'lardi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'lardim dedi. Ha, kimdir bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana hunarga kirishni eplolmadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmasligi kerak. Oliy himmat bo'lish kerak. Oldiga maqsadda kattasini qo'yish kerak, yoshlar. Ha, endi bizga yo'l olsin. To'g'rida, qaranglar-da. Maktabda nari berib tukatgan bolalar bor. O'qituvchilarni yo'l bilan maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shalarning ko'pchiligini qarasangiz, bozorda, hunar, tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa shu boyaga ancha-muncha a'lochi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi.
Maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odam emaslar, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi? Dehqonchilikka urib ko'ringiz. Bo'lmadimi, yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi, shu maktabda ikkichi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun? Qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini baland qildi. Bitta-ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta-ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi. Shu bilan cheklanib qolib ketaverasizlarmi? Birorta bir ishlab chiqarishni boshlab olishlik. Qancha erta boshlasa, shuncha ertaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz bitta bir savdogar odamga "Men ishni qilaylik" desa, oyiga qancha topamiz deyapti. Sirazi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. 1 yil ketar, 2 yil ketar ishini yurgizib olguncha, ungacha pribilni istama. Nech pul bo'ladi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar? Shuning uchun olib kelib sotishdinglar, uddasidan o'tdik, boshqa narsadan ham o'zimiz sanab ko'raylik, ishlab chiqarish qilaylik. Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta-katta kompaniyalardan 4 tasini atini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixini o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi uyidagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarda qo'lida bor iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. To'rtinchi firma ana shu dunyo tanigan Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan. Mercedes zavodi bilasizlarmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayri dinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degani emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yetish shilinmaydi qachon? Dadangizni topganni yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang bir narsa qilgan bo'lasan. Alloh taolo Qur'onda bir qissani keltiradi. Banu Isroilning olimlaridan u kishi. Mana shu kishining qissasi keltiriladi. Astagfirullah. Watlu alayhim naba'allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shayton fakana minal ghawin. Bu odam Alloh taolo unga bir ilm bergan edi. Lekin dunyoga berilib ketdi, ilmni qo'ydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga bir kimsaning xabarini tilovat qiling. U kimsaga oyatlarimizni bildirgan edik, ilm bergan edik. Bas u o'sha oyatlarimizdan chetlangach, ya'ni ilmiga amal qilmagach, uni shayton ergashtirib ketib, yo'ldan ozguvchilardan bo'lib qoldi. Walau shi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ard fa'atba'a hawa. Agar xohlasak, uni o'sha oyatlar sababli yuqori darajaga ko'targan bo'lar edik. Biz bergan shu ilm bilan uni darajasini oliy qilar edik. Lekin nima qildi u? Lekin u yerga, ya'ni moli dunyoga berildi va havoyi nafsiga ergashdi. Shu ilmiga amal qilib, ilmini mahkam tutganida Alloh men martabasini ko'tarardim uni deyapti. Lekin 3-4 chaqaga ilmiga amal qilmasdan dunyoga berilib ketdi. Ayrim kishilar ozgina bir qiyinchilikka, mashaqqatga yoki muvaffaqiyatsizlikka tushib qolsa qo'lini tushirib oladi. Bir kishi hikoya qiladi. Do'stimni ko'rgani shifoxonaga bordim. U shifoxonada ko'proq shol kasalligiga uchraganlar, shol bo'lib qolganlar yotar edi. Meni do'stimni xonasiga yaqin xonada butun a'zolari shol bo'lgan bir yigit yotar edi.
o'tib ketayotib salom berib o'tib ketar edim. Ajib narsa shuki, uni ro'parasiga Qur'onni shuni ilib qo'yishgan edi, mushafni. Hali yigit harakatdan qolganim bilan Qur'on yodlashlik imkoniyatim to'xtab qolgani yo'q-u deb qasd qilib, shu har kuni kitobga qarab turib Qur'on o'qir ekan. Oradan bir qancha vaqt o'tganda shifoxonadagi do'stim bir kun aytayapti. Hali yigitni eslaysanmi? Ha, eslayman. Qur'onni yodlab tugati shu yigit. Ana himmat. Kimdir bunaqa kasalga uchrasa, umuman o'ziga o'zi yopilib qoladi. Birovga gapirmay qo'yadi. Holatini o'zi tang qilib oladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar so'rasanglar Firdavsul a'loni so'ranglar deganlar. Amallarimiz shu eson-omon jannatda bunday o'malab o'tib olsak o'zi katta gap, to'g'ri. Lekin Rasululloh bizni himmatimizni oliy bo'lishini istayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab, "Ey, Banu Isroildagi bitta kampir chaligan bo'lmaysizlarmi?" dedilar. Kim edi u kampir? Nimani orzu qilgan edi? Bir arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ikrom ko'rsatib, "So'ra" dedilar. "So'ra hojatingni." Rasululloh, mingani bitta tuya bo'lsa, bir echki bo'lsa-ki, ayolim sog'ib bizga sutini bersa, deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapini aytdilar. "Ey, Banu Isroillik bitta kampir chaligan bo'lmaysizlarmi?" "Ya Rasululloh, kim edi o kampir? Nima qiladi o kampir?" Bu hadis sahih birodarlar. Musa alayhissalom hadisning mazmuni. Musa alayhissalom Banu Isroil bilan Misrdan chiqqanidan keyin yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Falastinga ketadigan yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom so'radi Banu Isroil ulamolardan, "Nima gap?" Ular aytishdi, "Yusuf alayhissalom o'lishidan oldin bizdan ahd olgan, bizdan va'da olgan Banu Isroil ulamolaridan. Nima deb? Agar Misrni tark qilib chiqib ketadigan bo'lsanglar, meni yotgan joyimdan olib chiqib ketasizlar o'zingizlar bilan. Uni yotgan joydan olib chiqib ketmaydigan bo'lsak, bizga yo'l yo'q" deydi. Endi Musa alayhissalom bilan Yusuf alayhissalom o'rtasida juda katta uzoq muddat o'tgan. Shunda kim biladi uni qabrini dedi? Bir qari kampir bilishligi ma'lum bo'ldi. Olib kelinglar uni dedi Musa alayhissalom. Olib kelishdi. Yusuf alayhissalomning qabrini bilasizmi qayerdaligini? Bilaman. Ko'rsating bizga dedi. Ko'rsatmayman dedi. To meni talabimni bajarmagunlarcha ko'rsatmayman dedi. Nima talabingiz bor dedi? Jannatda siz bilan birga bo'lish dedi. Musa alayhissalom bu gapi yoqmadi Musa alayhissalom. U meni qo'limdagi narsa emas dedi, bermadi talabini. "Yo, uni bermayman" dedi, "Bo'lmasa yuraveringlar" dedi. "Sahroda yuraveringlar, Falastinni topolmaysizlar" dedi. Alloh taolo vahiy qildi, Jabroil alayhissalom Musa alayhissalomga yetkizdi, "So'raganini ber." So'ngra aytdi, bir kichkinagina ko'lga borishdi. "Shu ko'lning suvini bo'shatinglar" dedi. Bo'shatishdi, "Kavlaylar" dedi. Yusuf alayhissalom shu yerdan topishdi. O'zlari bilan chiqib ketishdi, yo'l ularga ochildi. Nimani so'rayapti kampir? Bomdod namozga turishni olinglar-da. Himmati oliy inson shart turadi o'rnidan. Himmati yo'q odam uxlab qolishini yo'lini qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Yaqudu shaytonu ala qafiyati ra'si ahadukum idza huwa nama thalathu uqadin." Sizlardan bittalar uxlasa, shayton boshini orqa tarafiga 3 ta tugunni chukib qo'yadi. Birinchisi har bir tugunni uradida "Senga uzun kecha bor, uxla" deydi. Agar musulmon uyg'onib Allohni zikr qilib bismillah desa bitta tugun yechiladi. Turib tahorat qilsa ikkinchi tugun yechiladi. Namoz o'qisa 2 rakat tugunlarda hammasi yechiladi. O'zi harakatchan, ruhi pok, himmati oliy bo'lib turadi. Agar undoq qilmasa, ruhi chirkin, o'zi dangasa bo'lib o'rnidan turadi. Shuning uchun ilm talabida yurgan ukalar, talab ilmni oliy himmatlisi qanaqa bo'ladi bilasizmi? Bitta kitob tushadimi? Mana bu kunda tugataman deydi, tugatadi. O'qiyotgan madrasasimidi, jamiyasimidi, programmasidan o'zib ketishga harakatini qiladi. 1 yilda 2 ta sinfga o'tishlikda payida bo'ladi. Kunini o'tganiga xursand bo'lmaydi. Tushunarlimi? Talib ilm ukalar, agar himmatingiz oliy bo'lsa shunday qilingki, hech kim sizdan o'zib ketmasin. Sizga yetishlikda o'ylashib ham qo'yishmasin, bari yeta olmaymiz unga deysin. Shu darajada harakat qilishlik kerak. Shunaqalardan bir narsa chiqadi. Shunaqalardan. Ko'rmaysizmi? Dvornilikka yaramadi, biznesmen bo'lib ketdi. Nima qilmadi? Qo'lini tushirib olmadi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida aytdilar: "Meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga hisob kitobsiz kiradi." Shunda Ukkosh ibn Muhsin: "Ya Rasululloh, duo qiling, men o'shalardan bo'lay." Siz o'shalardan bittasisiz dedi. Ikkinchisi: "Duo qiling, men ham o'shalardan bo'lay." Birodaringiz o'zib ketdi. Qarang, Ukkosh ibn Muhsin: "Endi men qanday 70 mingdan bittasi bo'laman? Qanday so'rayman? Men o'zimni kimligimni bilsam, men ulardan bo'la olmayman" demadi. Issig'i urib qoldi. Himmat baland, o'shalardan men bo'laveray bittasi. Rasululloh o'shalardan bittasi dedi. Said ibn Musayyab birodarlar 50 yil birinchi safga takbir-ul ulug'ga kech qolmagan ekan. 5 mahal namoziga 50 yil. Mana himmat. Mana himmat. Ulamolardan biri aytadi, Afrikaga odamlarni islomga da'vat qilgani chiqdim. Faqir mamlakatlar, dindan uzoq kishilar, ularning orasida 2 hafta turishni niyatini qildim. Men borib joylashgan imorat juda ham bir eski edi, qulayliklari yo'q, ammo Alloh uchun da'vat qilaman deb keldim, sabr qildim. Keyin o'zimni qilayotgan ishimdan ozgina g'ururlandim. Qara. Shu joyga kelib da'vat qilib yuribsan. Shunaqa bir boy mamlakatingni, shunday zo'r sharoitini tashab, o'zing nima qilyapsan? Da'vat qilyapsan. O'zimga bo'lgan g'ururim paydo bo'ldi. Odamlar orasida yurib da'vat qilar ekanman, bir necha kun muhoziralar, ma'ruzalar qilganimdan keyin bir g'arbli ayolni ko'rib qoldim, mana shu qora tanlik afrikalik odamlar orasida. Kim u deb so'rasam, bu missioner ayol. Nasroniylikka shu mahalliy aholini da'vat qilayotgan ayol. 6 oydan beri shu yerda yuribdi, deyishdi. O'zimga bo'lgan bahoyim o'rniga tushib qoldi. G'ururim ketdi. Bu ayol o'zini botil diniga da'vat qilish uchun Yevropadagi qulayliklarni tashab 6 oy mana shu qora odamlarni, afrikalik odamlar orasida yuribdi. Uni himmatini qarang-ku, bu kishining himmatini qarang. Bizda ham shunga o'xshagan himmat bormi? Xandaq kunida darsimizning nihoyasi mushriklar Quraysh qabilasi boshchiligida 10 ming kishilik qo'shin to'plab Madinaning ustiga kelishdi. Musulmonlarning adadi oz, dushman katta, xavotir katta. Musulmonlar xandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomonda turgan Banu Qurayza yahudlari ahdini buzishdi, xiyonat qilishdi. Oldida 10 ming qo'shin turibdi, xatar solib, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonatidan musulmonlar xavotirda, juda ham ozchilik musulmonlar qoldi. Munofiqlar aytishdiki, Alloh va payg'ambari bizga faqat g'ururni, yolg'on narsani va'da qilishgan ekanda deyishdi. Lekin iymon keltirgan oliy himmat mu'minlar nima deyishdi? Hada ma va'adanallohu va rasuluhu. Mana shu narsa Alloh va Rasuli bizga va'da qilgan narsa. Shu sinovlar keladi, shu imtihonlar bo'ladi deb aytgan, biz shunga yaralganmiz. Mana shu imtihonda o'tishlik uchun turibmiz deb sobit turishdi. Alloh taolo ularga o'zining nusratini berdi. Birodarlar, oliy himmat inson, himmati past bo'lgan inson, bu kishi teng bo'ladimi? Musulmon odammi himmati oliy bo'ladi. U Firdavsul A'loni orzusida bo'ladi. Robbisini didorini ko'rishni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni suhbatda bo'lishini orzusida bo'ladi. Endi himmati past odamlar esa faqat shu dunyoda 3-4 chaqaga ega bo'lishida g'amida yashaydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oliy himmat insonlardan qilsin. Hal yastawiyan. Bu ikkisi barobar bo'larmi deb nomlanadigan darsimizni bugun 24-si. Bugungi mavzuimiz yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish. Xato qilish, xatoga yo'l qo'yish, gunoh qilishlik insonning tabiatida bor narsa. Xohlaydimi inson, xohlamaydimi, qasddanmi, beqasdmi, undan gunoh albatta sodir bo'ladi. Mana shu gunoh undan sodir bo'lgan paytda atrofdagi odamlar 3 qismga bo'linadi. Birinchisi uni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradi. Ikkinchi toifa yomonlikka buyuradi, yaxshilik yo'lini to'sadi. Uchinchi toifa bor, ular birinchisiga ham, ikkinchisiga ham qo'shilmaydi. Yaxshilikka buyurmaydi ham, yomonlikka ham buyurmaydi. Hech narsa bilan ishi yo'q. Beparvo odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlar jamiyatini bir kemaga o'xshatdilar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu dan keltirilgan hadisda u zot aytadilar: "Masalul qoimi ala hududillahi wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinati." Allohning man qilgan narsalaridan saqlanuvchi va uni tortinmay qiluvchilarning misoli xuddi bir jamoaga o'xshaydi. Ular
kemani minishda qur'a tashlashdi. Ba'zilarining hissasi tepaga tushdi, ya'ni ba'zilarining hissasi tepada o'tirish bo'ldi. Ba'zilariga past qismi tushadi. Peshana kimga qayerda tegdi? Past qismdagilar suv olishlik uchun tevaga chiqib, yana suv olib pastga tushishadi. Ular bir-biriga aytishdiki, hada pastdan tevaga chiqib, tevadagi birodarlarimizni ham bezovta qilmasdan shu kemani taydan teshib olmaymizmi? Yonimizda suv turibdi. Shunda ovoragarchilik ozroq bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar tepadagilar pastdagilarni qilgan ishini o'z holiga tashlab, xohlagan narsasini shundaycha tashlab qo'yishadigan bo'lsa, barchalari halok bo'lishadi. Agar ularni bu fikrlardan to'xtatsa, o'zlari ham, qolganlari ham najot topishadi. Ya'ni amru ma'ruf nahy munkarga bundan go'zal, bundan chiroyliroq misol topa olmaymiz. Hammamiz bitta kemadamiz. Agar bu mana shu siz bilan bizning jamiyatimiz fasodga yuz tutsa, odamlar munkarga beriladigan bo'lsa, fisq, fujur yoyiladigan bo'lsa, solih insonlar faqatgina masjidga kirib olib, faqat o'zlari bilan o'zlari bo'lib, ularni qaytarmaydigan bo'lsa, bu jamiyatga balo keladi, yoppasiga ho'li quruq teng ketaveradi. Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar. Mo'min va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar. Siz bilan bizning mo'minligimizning alomati munkarni ko'rganda to'xtatishligimiz, ma'ruf ishga odamlarni buyurishligimiz. Agar shu sifat bizda bo'lmasa, bizning iymonimiz nuqsonli bo'ladi. Menga nima deysiz, o'lib ketmaydimi deysiz? Bir marta tilingiz bilan ham aytib qo'ymaysiz. Sizning mo'minligingizda nuqsoni borligidan. Val munafiquna val munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil munkari va yanhauna 'anil ma'ruf. Endi munofiq erkaklar va munofiq ayollar bir-birlaridandir. Ya'ni bir-biriga shular do'st. Ular yomonlikka buyurishadi, yaxshilikdan to'xtatishadi. Biz birodarlar musulmon jamiyat haqida gapiryapmiz. U kofirlarning jamiyatini qo'ying. Musulmonlarning ichidagi holatni aytyapmiz. Munofiqlar ham musulmonlar ichida yuradi. Namoz o'qiydi, roza tutadi, masjidlarda, saflarda birinchi qatorda turishi mumkin. Ammo ana shu namozxon boyaga biz aytayotgan munofiq deyotgan odam ko'chada birorta bir ma'ruf ishni ko'rsa, shuni to'xtatishga urinadi. Munkar fahsh ish bo'lsa, bildirmasdan shuni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kimdir qo'lidagi telefon bilan fahshni tarqatadi. Kimdir gazetada, kimdir telefonda, kimdir radioda. Va yaqbiduna aydiyahum nasulloha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ana shu munofiqlar Alloh yo'lida infoq ihson qilishdan qo'llarini tiyadilar. Ihson qilmaslikka buyuradi odamlarni. Ular Allohni unutishgach, Alloh ham ularni unutdi. Albatta munofiqlar haqiqiy fosiq kishilardir. Agar birodarlar jamiyatda yaxshilikka buyuradigan, yomonlikdan qaytaradigan odamlar ko'paysa, solih, yaxshi insonlar yengadi. Va bu jamiyat taraqqiyotga yuz tutadi. Garchi ichida munofiqlari bo'lsa ham. Ammo aksincha, agar fosiqlar, fojirlar, munkarga buyuradiganlar g'olib keladigan bo'lsa, garchi bu jamiyatda solih insonlar bor bo'lsa ham, bu jamiyat ustiga fasod yoyiladi, Alloh taoloning sinovlari, balolari keladi. Sahih Buxoriyda keltiriladi, Zaynab binti Jahsh onamizdan roziyallohu anha bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaynab onamizni huzuriga kirdilarda, qo'rqqan hollarida xavotirga kirib, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Bugun Yajuj va Majuj to'g'onidan shunchasi ochildi deb bosh barmoq va ko'rsatish barmog'ini birlashtirdilar. Mana shuncha ochildi dedilar. Shunda Zaynab onamiz aytdilar, "Ya Rasululloh, ichimizda solih odamlar bo'lib tursa ham halok bo'laveramizmi? Yaxshi odamlar ichimizda bo'lsa ham musibat kelaveradimi?" "Ha," dedilar Rasululloh. "Agar nopoklik ko'paysa, gunoh ma'siyat ko'paysa, yaxshilar ham hamma qatori ketaveradi, qiyomatda niyatiga yarasha tirilishadi." Yer yutadi bir shaharlarni. Yer titrab, tomlar bosib qoladi butun kvartallarda. Suv bosadi. Shamol qironini keltirib boradi bir xalqlarda. Shunda ularning ichida ham solih odamlar bor edi-yu, ular nima bo'ladi desa, ular ham hamma qatori ketaveradi. Lekin qiyomatda niyatiga yarasha tirilaveradi. Bilingki, shu solih odamlar odamlardan amr ma'ruf qilishda suskashlik qilganki, fisq fujur yoyilib ketgan. To'g'rimi?
Endi shular ichida yashagandan keyin ularga kelgan narsa bularga albatta boshiga tushadi. Bir kishi aytadi, Sufyon as-Savri rahimahulloh. Sufyon as-Savri bilan bozorga chiqdim. Bozordan kirib chiqib ketgunimizcha tili to'xtamadi. Odamlarni amri ma'ruf nahi munkar qilardi. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarar edi. Bozorga tushdi, ishi shu edi ularning. Sufyon as-Savri bir kuni hajga bordi, Minoda turar ekan, ana shu davrdagi xalifa ham hajga kelganligidan xabar topdi. Yana xabar topdiki, bu xalifa o'zi bilan juda katta miqdorda pul olib kelib isrof qilyapti ekan. Unga nasihat qilishlikni, amri ma'ruf nahi munkar qilishni xohladi. Topib bordi, kirishlikka chodiriga izn so'radi. Ruxsat berishdi. Sufyon aytdi: "Ey Amirul Mo'minin, pulni isrof qilayotganingizni eshitdim. Nech pul bilan keldingiz?" dedi. Xalifa: "Nimaga so'rayapsiz?" dedi. Sufyon aytdi: "Amirul Mo'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu haj qilgani kelib 16 dinorni sarflab bo'lib turib, Baytul moldan isrof qilib qo'ydi-da deganida. Umar ibn Xattob 16 dinorni sarf qilib turib, Baytul moldan isrof qilib qo'ydi deganida xalifaning yonida turganlar g'azablanib, "Ey, xalifaga ham shunaqa deydimi? Qanaqa odamsiz?" deb aql o'rgatmoqchi bo'lganida Sufyon unga qarab, "Vallohi" dedi. "Fir'avnni Homon halok qilgan edi" dedi. Fir'avn bo'lishiga senga o'xshagan yonidagi vazirlari, maslahatchilari sabab bo'lgan. Birontasi nasihat qilmagan, oxiri men ana robbukumul a'la, men sizlarda xudoyilarman deb olgan. Senga o'xshaganlar o'ldirgan Fir'avnni ham dedi. U davlatda, mamlakatda bo'layotgan hamma ishlardan podshohda xabari bo'lishi mahol ish. Ko'p narsadan xabari bo'lmaydi. Yonidagilar yopib qo'yadi. Demak, bitonatun soliha, kishining yonidagi kishilari solih insonlar bo'lishligi kerak. Yaxshi emas bu ishingizda bir şey tergab tursa, munkardan tiyiladi. Vallohi Fir'avnni Homon zoyi qilgan edi dedi. Ya'ni sen va senga o'xshaganlar xalifani adashlik yo'l ochib berasizlar dedi. Xalifa boyagi kishiga jim bo'ldi dedi. Kishi so'zini tugatib olsin dedi. Sufyon as-Savri nasihatini qildi, chiqib ketdi. Xalifa yonidagilarga qarab turib, shunga o'xshagan odamlardan uyalinadi dedi. Ya'ni shunga o'xshagan odamlardan uyalish kerak dedi. Ya'ni shuncha odam bittasi nasihat qila olmagandi xalifaga. Qo'rqanidanmi yoki mansabidan ayrilib qolishdan qo'rqanidanmi? Bu odam mana qildi, bora aytishga, qo'y. Men yomon ko'rib qolmasin, qo'y, undan ko'ra. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir munkarni ko'rsalar, o'rnida tuzatardilar. Bir yigit uzuk taqib olgan edi, tilladan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima bu dedi? Ha, uzuk tilladan. Yech buni dedi. Yechdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirganlarida bir kishi kelib namoz o'qidi. Nari-beri o'qidi namozni. Rasulullohning majlisiga kelib o'tirganida, tur, borib boshqatdan o'qi, sen namoz o'qimading. Bir necha marta takrorladi. Rasululloh munkarni ko'rganida o'rnida isloh qilardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi." Kiminglar bir munkar ishni ko'rsanglar, qo'linglar bilan tiyib qo'yinglar. Agar qo'li bilan tiyishga qodir bo'lmasa, tili bilan tiyib qo'ysin, nasihat qilib qo'ysin. Agar unga ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan tiysin. Lekin bu iymonning eng zaifi. Aytishlikka ham yaramaslik. Alloh taolo bu ummatni maqtagan. Millati falonchi bo'lganligi uchun maqtamagan. Ko'zi, qoshi manaqa bo'lgani uchun maqtamagan. Bitta sifati uchun maqtagan. Astagfirullah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. insonlarga chiqarilgan ummatlarning eng yaxshisi sizlar bo'ldinglar. Nima uchun? Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar. Mana shu sifat bo'lsa, biz maqtalgan ummat bo'lamiz. Maqtalgan o'sha ummat biz bo'lamiz. Agar bizda amri ma'ruf, nahi munkar bo'lsa. Endi Banu Isroilni qarang buni muqobilida. Ular amri ma'ruf, nahi munkar qilganmi? Nimaga o'zlarining payg'ambarlari o'zlarini qavmini la'natlagan? Astagfirullah. Lu'ina allazina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam, zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Banu Isroil orasidan kofir bo'lgan kimsalar Davud va Iso ibn Maryam tilidan la'natlangandirlar. Bunga sabab ularning qilgan isyonlari va tajovuzkor bo'lganlaridir. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlardan qaytarmas edilar
bu qilmishlari naqadar yomon ish. Kichkina bolangizdan bir noto'g'ri fe'l sodir bo'lsa qaytarasiz. Bir marta, ikki marta qaytarasiz, bola tushunadi. Demak, shu narsa yaxshi emas ekan deydi. Agar indamasangiz nima bo'ladi? Albatta, muslih, isloh qiluvchi kishilar bilan mufsid, fosiq kishilarning o'rtasida katta farq bor. Kim yaxshilikka buyuradi, kim yomonlikka buyuryapti, Alloh albatta bilib turadi. Alloh ko'rib turibdi. Amr ma'ruf, nahy munkar qilish oson ish emas-da. Ulamolar aytadi, amr ma'ruf, nahy munkar islomning 6-ustuni deydi ayrim ulamolar. Iymon, namoz, roza, zakot, hajmi 5-ustuni, 6-ustuni amr ma'ruf, nahy munkar deyshadi. Luqmon Hakim nasihat qiladi o'g'liga. Astagfirullah. Ya bunayya, aqimis solata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Ey o'g'ilcham, namozni qoyim qiling, yaxshilikka buyuring, yomonlikdan qaytaring va sabr qiling. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishlik qiyin ish. Bu narsani odam gapirganda albatta odamlardan ozor, aziyatlar keladi. Orqasidan albatta sabr qilishligini eslatyaptiki, bu ish mehnat mashaqqatsiz bo'lmaydi. Qiyin, senga nima deydi? To'g'ri o'lib ketmaysan, menga nima deysiz? Yo'q. Bu payg'ambarlarga aytilgan gaplar. Sen ishing nima biz bilan bar aravani tort degan. Lekin payg'ambarlar u aziyatlarni ko'targan, yana nasihat qilishga o'rgan. Aksincha, yuziga tupursa ham, bo'yniga ichashava tashab qo'ysa ham sajda qilib turganda payg'ambarimiz qavmini duoibat qilmaganlar. Parvardigor qavmimni kechir, zero ular nima qilayotganligini bilishmayapti. Izz ibn Abdussalam ulug' solih kishilardan edi. Ayit kuni, Ayit bayrami kuni sulton saroyda, qasrida munkar ishlar bo'layotganligini xabar eshitdi. Qarang ulamolar qanaqa bo'lgan u davrda. Izz ibn Abdussalam sultonning qasriga bordi. To'g'ri kirib bordi. Agar sulton bu dunyoda podshosi, dunyoda raisi bo'lsa, Izz ibn Abdussalam din ulamolarning podshosi. Din rahbarlaridan, din peshvolaridan. Odamlar ko'rib haybatlanishdi. To'g'ri sultonning oldiga kirdi, aytdiki: "Ey sulton, seni yurtingda musiqa, munkar, aroq va raqsni borligini qanday qabul qilasan? Qanday qilib bu ishlarni o'zingning yurtingda bor bo'lishiga ruxsat berasan?" dedi. Sulton javob berdi: "Men qilganim yo'q bularda. Mendan burungilarning ishi bu" dedi. "Men kelganimda hammasi o'zi shunaqa edi ekan" dedi. Nima deysiz? To'g'ri-da. To'g'ri aytdi. Unda nima ayb? Izz ibn Abdussalam nima dedi? Axir Alloh taolo Qur'onda inna wajadna aba'ana ala umma va inna ala atharihim muqtadun. Sen shunaqa deydiganlardanmisan? Nima degani edi bu? Kofirlar aytishgan edi. Albatta bizlar ota-bobolarimizni bir millat, din ustida topganmiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topguchidirmiz deydiganlardanmisan? Ota-bobomiz ichib kelgan, biz ham ichaveramiz. Ota-bobomiz shunaqa to'y qilib kelgan, biz ham qilaveramiz. Ota-bobomiz shu toqqa qo'y so'yib kelgan, so'yaveramiz. Biz ham o'shalardanmizmi? Otalarimiz qilgan bo'lsa, bilmay qilgandir. Dinni tushunmaganligidan qilgandir. Endi ularni qilgan ishini qilib ketaveramiz deyishligimiz aqldan bo'ladimi? Sen shunaqalardanmisan dedi. Sulton atrofidagilardan bittasi turdida Izz ibn Abdussalamni tinchitib qo'ymoqchi bo'ldi. Sulton aytdi, jim bo'ldi. Jim bo'ldi dedi. So'zini tugatib olsin dedi. Nasihatini qildi, qasrdan chiqib ketdi. U solihlar insonlar mana shunday edi. Ammo biz shunday bir zamonda yashayapmizki, yonimizdagi sherigimizga, yonimizdagi birodarimizga, jo'ramizga nasihat qilgani jur'atimiz yo'q bo'lib qoldi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz aytganlar: "Iza ra'ayta ummati tahabu an taqula liz-zalimi ya zolim faqat tawaddi' minhum." Agar meni ummatimni ko'rsangiz, zolimga, "Ey zolim" deya olmayotgan bo'lsa, xayrlashavering bu ummat bilan degan ekan. O'sha mahallamizda batarinlik qilayotgan u sulton emas, u qo'mondan emas, siz bilan bizga o'xshagan oddiy fuqaro. Shunga ham borib, "O'chir uningni. Ichibsanmi uyingga kirib ket" demasdan qo'qib qochib yuribdimi hamma? Yo bir qandaydir bilagida quvvat olsa urib qo'ymasin deb qochib yuribdimi zolimlik qilayotgan bo'lsa ham? Bu ummatni bilan assalomu alaykum deb xayrlashib qo'yib bu ummat bilan. Kattalarda ham ayb bor. Kattalarda ham indamaysizlar. Kattalar ham indamay kirib ketib qoladi uyiga, qaytib. Agar meni ummatim zolimni yuziga, "Ey zolim" deyishga ham yaramay qolgan bo'lsa,
Assalomu alaykum. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard. Qarang. Alloh taoloning balosi kelib qirilib ketdi bir qavmlar, xalqlar. Alloh taolo aytadi: "Bas sizlardan avvalgi asrlarda o'tganlar orasida ham yerda buzg'unchilikdan qaytaradigan boqiy din egalari bo'lganlari edi. Agar ularda ham qaytaradigan odamlar bo'lganida qirilib yo'qolib ketmas edi. O'sha qaytaradiganlar yo'qligi uchun ketdi." Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va ma kana robbuka liyuhlikal qura bi zulmin va ahluha muslihun." Parvardigoringiz u shaharlarning o'zlarini tuzatib, haq yo'lga yurgan aholisini zulm bilan halok qilgan emasdir. Allohdan balo keldimi, qirilib ketdimi, Alloh zulm qilmadi. Ular o'zlarini isloh qilishmay qo'yuvdi. Ular tavba qilishmay qo'yuvdi. Amri ma'ruf nahiy munkarni unutishgan edi. Yana shunaqa ishlar ham bor. Namoz o'qiydi, roza tutadi, masjidlarga keladi, lekin aytib o'tdik, munkarlarni musulmonlarning orasida paydo bo'lishiga yo'l ochib berishadi. Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Unaqa odamlarga fasod tarqatmanglar yerda desangiz, biz isloh qiluvchilarimiz deydi. Ogoh bo'lingki, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari bu narsani sezmaydilar. Val takum minkum ummatun yad'una ilal khayr. Oralaringizda yaxshilikka da'vat qiladigan, ibodat itoatga buyuradigan, isyon gunohdan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin. Hammamiz o'shaqa bo'lishimiz kerak. Munkarni ko'rdikmi, tuzatishligimiz kerak. Ammo munkarni ko'rganda indamasdan ketadigan odamlar, bunaqa odamlar ko'paygan sari jamiyat inqirozga yuz tutadi, birodarlar. Meni ishim nima? O'lib ketmaydimi, o'tib ketyaptimi? Mahallada paydo bo'lgan munkar qo'shni tomida yonayotgan o'tga o'xshaydi. Tek qo'ying, uni tomi kuyib bo'lgandan keyin siz tomingizga o'tadi. Albatta o'tadi, xotirjam bo'ling. O'sha qo'shnini tomida o'chirib qolsangiz, o'chirib qoldingiz. Falonchini bolasi mana bir noma'qul ish bilan mashg'ul bo'lib qopti deb eshitdingiz, shuni tiymadingiz, sizni bolangiz ham unga ilashib qolishidan omonda emas. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu antum la ta'lamun. Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Odamlar bor. Odamlarni yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Ya'ni odamlar bor, odamlarni yaxshilikdan qaytaradi, yomonlikka buyuradi. Albatta bu ikkisini misoli hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo amri ma'ruf qiladigan solih bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.